Assalamu alaikum. Ekran aldidagi Komünist Xitoy ishboshlarining Uyg'ur qirg'inchiligida yurak bag'ri puchilinib, jirangdab ketgan va bu sababdan umumyuzlik musibat turayotgan aziz sabdoshlarim, aziz qarindoshlarim, ishbos Xitoy kommunistlari zaharlik tırnaqlarini muhaciratdagi erkin davlatlardagi mustaqil fikir ve yüksek planlarımızgacha, hatta muhim faaliyetlerimizgacha so'zayotgan bugungi daqiqalarda muhaciratdagi barliq sabdoshlarim, biz sizlardan alohida hushyor bo'lishinglarni umid qilamiz. Aqlli bo'linglar aziz qarindoshlarim, aziz sabdoshlarim. Açık tariximizdeki 11 bitimning taş kesakları beşimizga tekken günden başlap bizning beşimiz ta bugungacha qiyg'liq. Agar uyqumizni echib bu sirliq bosh qiyishni to'xtatmasak, tarixni zo'rlab takrorlatib ikkinchi qitimliq 11 bitimiga uqishmay qo'l qo'yilib ketadigan ish chiqadi. Biz her qanday iş qilsak, hushyorlik bilan qilayli aziz qarindoshlarim, aql farosat bilan qilayli. Men Norvegiya Uyg'ur yoshlar uyushmasi nomida tashviq qilinayotgan bu vijdoniy faoliyatga, ya'ni #BlueIndependence, #STürkistan, ya'ni ana tuprog'imiz Sharqiy Turkistonga pat arada ay yıldızlı kök bayrağımızı tikimiz namlık vicdani teşvikatga avaz koşumen ve bunu kollaymen ve dünyadaki barlık suyumluk vatanımız Şarkı Türkistan'ın vicdanlık, gururluk erkeklerinin, hanım kızlarının, sebi perzentlerimizden bu vicdani faaliyetke pak imanı bilen kollap berişinlerini sorayımız. Şundaqla muhaciratdagi sergerdan perzentlerini sığınıvatkan, koyunu illik, xush tabassum ana tuprog'imiz Sharqiy Turkistonning sahibi, igisi ve mirosxo'ri hem jangchisi salohiyatlar bilan bu mustaqillik faoliyatga ovoz qo'shishinglarni, mustaqilligimizni pat arada qo'limizga keltirishimiz uchun, Şarkı Türkistan'ı kolumuzga ilişimiz için bu faaliyetni qo'llab quvvatlab berishinglarni so'raymiz ve hem shunda qiladiganliginglarga ishonamiz. Çünkü biz qandosh qarindosh, biz umumyuzlik ittifoqlashsaqla davlatimiz Sharqiy Turkiston'ni pat arada zalim Xitoy kommunistlaridan tartib ala olamiz. Aziz qarindoshlarim, bir tal tayoqni dushman o'ng'ayli sundirib yutalaydi. Ama bir bağlam tayoqni düşman o'ng'ayliqcha sundiranmaydi. Herkes mi sundiranmaydi? Rahmat sizlarga.